Ben adım hepsi makle. Aytib turum. Apamla yangoy köçüp keripdik-a, keş tuqqanlar şöyle jig'ildik emiz, baldurak keling ha. Makle. Unda olsa bir enes ipamsak septura. Can, bunisi 200 ga qo'yib qo'yamiz bo'ldi. Misalmi birim ko'tirib olganda pulni qo'ygan yaxshi. 500 ga qo'yib qo'yamiz. Can, istim bo'lmaydi. Kesh baldurak aytib keling, yo'lda qatlang. Maqlem sen men o'ynadim. Yo'lda qatlang. Baldurak aytib keling ha. Maqul, xo'sh. Çıkmapa. Ey balam. Quruq kelaversan la umamdan nem ağırıp gitsizlar deyman. Yeni köşkendikken apa. Ma dokup yine Angliyadan ataaytan sağızlık. Oy canım balam rahmet. Oy. Asta asta avaylan ha. Mavi benim azrak olsun ki oğlum. Oy azmat balam. Siz nem ağırıp yürüysiz deyman endi. Ha kene yuqarı gittin la. Voy, bu Nazife'nin çinleri bizden öydeki okşaşkına. Fuka mayra, kızan bekmatın öydücümü. Abam sılağaş kepsilerde. Ha, yoqqa yacha opamlar o'zi opdi. Ha kene çayılan la balarım. Bu Nazife'ninki qachiqchiları yuqori temperaturlik o'tib tavlanganken, badanga ziyansizken. Am yo'ng o'ylarga ko'chgandikken, chiroyli tursin deb bir yurish ep qo'ydim-ku. Qani ilanglar. Acha, yen telefon almashtiribsan? Buncu, agamın otuğulan gidemge soğat kırak. Şirket maaşları yakşı da oğlum can. Herhalde bulda. Amma lekin şu 10 işekni 10 yığırı var dep. Köngüldükidek bir işençlik adamını işletmek yaman ters ötüp var. Şirketin işi de var olmuş. Edem işletmekten başka tercih yok cuma. Sizdincha do'kondoshlar yaxshi da? Bizden buludu. İlan teşvikatı küçeytken, şunun yağı soğudlar hıl canlanıp oldu. Lekin edem 5 çarçaydı kendi anla. Hozirgi zaman shu. Shu davran sanmasa pul tap qilinmaydi emasmi? Şu, yedirlap bana yakşı. Ilyas, sizcha nima ish qilyapsiz? Men shu vaqtincha tomoq to'shib degandek endi. Bo'ldi. Hozirgidek pul tepish tez zamonlarda ish qilib bedrab tursak bo'ldi. Shudami? Doğru. Shu. Bek tirishvatsizlar jim balam. İşinlar texim yürüyüşüp ronak dep ketdinglar. Rastaysa apa, senonchu kuyovlaring hammasi bek tirishchan. Bulubla bizning Ilyas. Talal shuncha japa tatib turib bu uyning ishlariga yana shunchalik ko'ngil bo'ldi. Biroq etim sirtning xapliqlarini uyga so'rab akirgani yo'q. Uning uchun sirtning g'amidan bakroq uyimizning illiqligi, bolalarimizning xushalliqi eng muhim. Senonchu kuyovlaringdan bek taliyan bajimi apa? Mayra. Opamlarni oldi deb maqtab ketding-a meni. Kipongni olib o'tirib, shundan xijilib ketdim. Can. Acam bilan singlimmi erim unatmadi, bunatmadi deb maqnib ketishdi-ku. Qo'ytamsa. Hey. Mana 8 ga qo'yib qo'ymagansa, o'g'lonni akagan so'g'atlarining kattaligi odamni xijil qilib. Ha, shuni qilib qo'ydim. Lekin-chu, sizdan bergan so'g'atingiz hammadan katta. Men ishni so'qimdim-ku, bir narsa ilishib ulgurmagan tursa. Ilyas. Ishkimiz to'y qilgandan tatib hozir qadar siz meni bir qitim o'lchiq qo'yib baxmadingiz. Meni qadrlab keldingiz. Turmushimizni guldek tutib ketyapmiz. Bir ona uchun o'z qizining turmushining baxtlik, ko'nglining xotirjamligini ko'rishdimi ortiq so'g'at bo'lamdi.